Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana shu xonadonni hurmat qilgan qadrli mehmonlar, aziz insonlar. Mana bugun Yusuflar xonadonida ajoyib tantana, ajoyib to'y. Mana shu xonadonni onalari, mana shu xonadonning erkak farzandi Boqjon aka, Yusufni mehribon onalari, Hanifaxon ayamizni bugun 80 yoshga to'lish munosabatlari bilan o'zimizni zamonaviy tilimizda aytganda yubileylari, tug'ilgan kunlari, shunaqangi ajoyib tantanalarga yig'ilganmiz. Ularning mana qarindosh urug'lari, yora birodarlar, mahalla ko'ylab bu yerga tashrif buyurishgan do'stlari, mana Boqjon aka hamkasblar kelishgan. Biz tilakimiz mana shu xonadonga kimki yaxshi niyat bilan kelishgan bo'lsa, hammalarining xonadonida ham shunaqangi xursandchilik, to'kin sojinchilik bo'lsin. Va azizlar, bu yerda albatta tashrif buyurgan mehmonlar o'zlarini ajoyib chiroyli dil so'zlari bilan, tabriklar bilan tashrif buyurishgan. Sizlarga biz tilagimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi davramiz fayzli o'taversin, yaxshi bo'laversin. Dasturxondagi noz ne'matlardan olishib, bemalol tortinmasdan o'tirasizlar aziz do'stlar. Mana bugungi to'yimizni, shunaqangi ajoyib tantanamizni badiiy qismlarini Namangan viloyatidan tashrif buyurishgan aziz mehmonlarimiz bilan kravatda fayz qo'shib o'tirishibdi. Siz bilan biz sevimli xonandamiz bir necha marotaba mana televideniya orqali, radiolar orqali eshitib, ularning qo'shig'ini maza qilgan san'atkorimiz, o'zbek xalqimizni sevgan san'atkori, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin aka Rahimov mana bu xonadonga juda ham yaqinlar. Ilgarigi to'ylarda ham har doim shu yerda bo'lishadi. Mana o'zimiz ham chetda turamiz, qo'ldan kelgancha qo'l qovushdi. Mana Fozil akam, Boqjon aka bilan bir aka-uka, bir qarindosh urug'dek bo'lib ketishgan. Bugun bular ham xizmatda turishibdi. Demak do'stlar, davramiz ochiq. Biz hozir Kamoliddin akamlardan bir juft qo'shiqni maza qilib eshitdik. Yana biz mana bu sizlarning ko'rinadigan joyga bir davraga taklif qilmoqchimiz. O'zlarini ajoyib, sizlarga yoqaydigan qo'shiqlarni yo'llashadi. Sizlarga bugungi vazirni yaxshi o'tkazishda yaxshi kayfiyatlar tilaymiz do'stlar. Albatta qo'li bo'sh o'rtoqlar yaxshi qarshi olsak bo'lardi, qarsaylar bilan yaxshi bo'ladi. Marhamat, keling.
parça yedi tug'ilgan chog'imizda onamizni bag'rida parça yedi tug'ilgan chog'imizda onamizni bag'rida keçələr soğuk beşikleri uçur. Çılbağı usrak utanır katta kıldı uzi mehnatta horur şal dilden asradı bizni sevir dedi bizni boşkana arzını koyur dedi bizni boşkana arzını koyur. Bizga qilgan xizmating yo'q aylasak biz ham lozimani shod aylasak bizga qilgan xizmating yo'q aylasak